Xo'p, keling darsimizni davom ettiramiz. Demak, tushunarli bo'ldiki, biz siz bilan hozirgi umuman keling PPT bo'yicha gaplashsak menimcha qulayroq bo'ladi. PPT bo'yicha. Xo'p. Demak, Coin Change 2 degan masalani qaradik. Lead code bo'yicha tartib raqami 518 bo'lgan masala va u oson masala emas ekan, u medium o'rindagi masala. Xo'p. Mana shu masalamizni ishlash uchun agar sizda dynamic programming usulini bilmasangiz, qanaqa yo'l tutgan bo'lar edingiz, o'zingiz bir fikrlab ko'ring, balki sizda yaxshiroq yechim chiqib qolar. Lekin ishonchimiz komilki, dynamic programmingdan taklif qilgan usuldan ko'ra afzal usul chiqmasligi mumkin, balki chiqar, buni o'ylab ko'rishingiz mumkin, chunki bu usulning maqsadi ham, dynamic programming usulning maqsadi ham demak juda ham sekin bo'lgan algoritmni tezroq ishlashga undaydigan natijalardan bittasi hisoblanadi aslida. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz siz bilan demak birinchi teoriyani taklif qildik. Birinchi teoriyamiz juda ham ajoyib usul edi. Lekin ming afsuski, bu usulimiz faqat test case'larda ishlar ekan, lekin demak amountimiz, demak almashtirmoqchi bo'lgan summamiz, amountimiz juda ham katta bo'ladigan, kattalashgan sari bu tezligini, bu algoritmni, biz o'ylagan algoritmni tezligi juda ham tushib ketar ekan. Tushunarli, biz narsani real misolda ko'rsatdik. Даже 500 degan raqam, oddiygina 500 degan raqam va mana bu coinlarni ishlatganimizda, demak time limit bu beryapti bizga. Bu degani demak juda ham sekin bo'lgani uchun bizga belgilab qo'ygan vaqtdan chiqib ketib qolyapti. Bu degani umuman yaxshi algoritm emas siz berganda va qabul qila olmaymiz. Uzr, siz bu algoritmimizga baho qo'ya olmayman deyapti. Даже lead code'ni o'zi shunaqa deyapti va buni degani biz ham PDP ham o'z navbatida demak baho qo'ya olmaymiz bunaqa yechimlar uchun. Va albatta keyingisi, demak ikkinchi teoriyani taklif qildik. Bu teoriyamiz umumiy ma'noda demak dynamic programmingga asoslangan, chunki biz qanaqadir xotirada eslab boramiz va aynan mana bu formula bo'yicha har bitta coindagi qiymatni qarab chiqarganmiz va bizga eng oxirida paydo bo'lib qolgan demak son biz xohlagan yechim bo'lar ekan. Nega? Chunki 5 degan target berilganmi, bu yerda qarangki 6 ta element bor. Bu degani 0, 1, 2, 3, 4, 5 desak 5-chi. Demak bizga 5-chi indeks kerak bo'ladi. Haqiqatan ham 5-chi indeksdagi qiymati oxirida demak 4 bo'lib qolyapti. Aynan mana shu qiymat bizda mavjud bo'lar ekan va unda albatta bu usul bo'yicha biz ishlab ko'rsak bizga 100% natijani beradi. Bu degani juda ham aqlli usul ekan va aynan mana shu misolimiz uchun demak formulamizni albatta eslab qolishimiz kerak bo'lar ekan. Bu o'sha analitika qilib chiqib o'rganilgandan keyingi aynan mana shu misolimiz uchun mana shu formula borligini bilib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan va bu orqali biz xotiraga olib ishlashimizga aynan yordam bo'lar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak biz uyga vazifaga o'tamiz. E'tibor bering, uyga vazifamiz, birinchi uyga vazifamiz hozirgi biz qo'ygan masala bilan deyarli bir xil. Faqat natija, so'ralayotgan narsa boshqa. Bizga e'tibor bering, tartib raqami 322-masala coin change deyiladi. Aslida bu birinchi masala. Biz darsda ikkinchi masalani ko'rsatdik, tushunarli. Birinchi masalamiz ham ikkinchi darsda ko'rsatgan masalamiz va uyga vazifaga bermoqchi bo'lgan birinchi masalamiz demak aslida bir xil masala, faqat natijani ikki xil so'radi. Tushunarli? Biz masalan darsimizda shu degan masalan 50 so'm degan summani necha xil usul bilan coinlarda yasangiz, necha xil usul bilan yasangiz degan savolga javob berdik. Bu yerda sal boshqacha masala qo'yilishi, masalan bizga coin beriladi, amount beriladi. Mana shu amountni yasashimiz uchun deyapti, demak fixed number of coins, eng kamida nechta coin ishlasak bo'ladi demoqchida. Eng kamida masalan eng kamida biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan soni amountga masalan 11 bo'lsa 5 5 va 1 degan tushunchani olib kelyapmiz. Misol uchun bunaqalardan ko'p bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bizga masalan aytaylik, masalan 11 degan raqamni 11 ta 1 olib ishlatamiz. Ya'ni 11 ta coin ishlatyapmiz-da. Bu coinlar soni ko'payib ketyapti, to'g'rimi? Yoki 2 degan raqamni olsak, 2 dan misol uchun 5 ta 2 dan olib turib, bitta 1 dan olamiz. Demak, общий 6 ta coin ishlatyapmiz. Coinlar soni ko'payib ketyapti. Coinlar sonini eng minimal qiymatda olishimiz mumkin bo'lgani necha? Ya'ni minimal nechta coin olishimiz mumkin mana shu 11 degan sonni yaratishimiz uchun, aytaylik, shu narsani hosil qilishimiz uchun degan savol qo'yilyapti. Albatta bu demak 3 ta bo'lar ekan. Demak 5 5 olib 1 olsak, eng minimal coin ishlatgan bo'lamiz. Bu ham misol uchun magazindagi kassada o'tirgan odam uchun muhimda, to'g'rimi?
sizda masalan 11 so'm qaytimiz bor ekan deb masalan klientdan so'ramaymiz-ku. Sizda masalan 11 so'm qaytimizda aytaylik 11 ta 1 so'mlik qilib beraymi yoki 2 ta 5 so'mlik yoki bitta 1 so'mlik qilib beraymi deb masalan so'ralmaydi u hayotda. Lekin biz kassir sifatida qaysidir ma'noda bu narsani bilib olsak, minimum qiymatini masalada juda ham foydali bo'lar ekan. Chunki masalan faqat 11 raqami 11 so'mni qaytim sifatida berish uchun 11 ta 1 so'mlik tangani berib yuborganimiz yaxshimi yoki qaysidir ma'noda klientga ham bu sizga ham ikki tomonga ham noqulaydi. Masalan, magazin tomonidan o'ylaydigan bo'lsak, qaysidir ma'noda 11 ta coin 1 so'mlik coinlar chiqib ketyapti degani. Oladigan odamga nisbatan olsangiz ham u ham xohlamaydi, chunki 11 ta coinni olib nima qilaman, 1 so'mlik coinlarni tangalarni olib deydi-da, misolcha. Shuning uchun ham buni aqlli formatda, demak, minimal keysga olib kelishimiz va 5 so'mlikdan 2 ta, 1 so'mlikdan bitta bersak, demak, kassirga ham foyda, chunki 2 ta 5 so'mlik va bitta 1 so'mlik chiqib ketyapti. Bir vaqtda hammasi chiqib ketmaydi kassadan. Va oladigan odam nisbatan ham ishlatishga mumkin bo'ladigan summa bo'ladi, chunki 2 ta 5 so'mlik va bitta 1 so'mlik. O'sha minimalni topishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu holatda masalan coin 2 va amount 3 bo'lsa, -1 qaytarish kerak. Nega? Chunki amount 3 ni hech qanaqa usul bilan biz 2 degan coin bilan yarata olmaymiz, shuning uchun -1 qaytaramiz bunaqa holatda. Yaratib bo'lmasa -1. Mana bu holatdachi coinlarimiz faqat bir dona va 1 so'mlik coinimiz bor va uni amount 0 deb yasamoqchimiz. Bu holatda demak outputga 0 qilishimiz mumkin, chunki aytaylik demak 0 ta coin bilan 0 deb yasaymiz, ya'ni yasamaymiz demoqchida. Shu borada demak 0 qiymat chiqishi kerak ekan. Xo'p, bu masalamizni umuman mana bu URL bo'yicha kirib bemalol fikrlab hamma keyslarni boshqatdan ko'rib chiqishingiz mumkin. Chunki bu medium type'dagi masala oson masala hisoblanmaydi va ham bitta test case'lar biz bilmagan test case'lar biz ya'ni darsda screenshot qilib ko'rsatilmagan test case'larimiz ham bor. Masalan, bitta bo'lsa 1 bo'ladi, mana bu holatda 2 ta bo'ladi va hokazo va chegaralar berilgan. Ko'rib turibsizki, bu yerda coinlar uzunligi 12 tagacha bo'lar ekan. Coinlarning ichidagi qiymati esa o'zining coinning qiymati 2 darajasi 31 -1 gacha bo'lar ekan va amountimiz 10 darajasi 4 gacha bo'lar ekan degan chegaralarni taklif qilyapti. Bu masalamiz ham demak biz darsda ko'rsatgan masalaga o'xshash, deyarli bir xil narsa coinni almashtirish bo'yicha ketyapti. Bu yerda faqat savol boshqa. Savol boshqa ekan. Tushunarli, ha? Masalan, biz darsimizda eslasangiz, keling darsimizga qaytib ko'raylik. Mana bunaqa qo'ygandik-da, to'g'rimi? Mana shu yerda ko'rgan bo'lsangiz, masalan, 4 degan raqamni yasash uchun 1, 2, 5 degan coinlardan necha xil usul bilan yasaymiz dedik. Mana bu o'rtadagi 3 ta usul bitta deb qabul qildik, chunki 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 hammasi bir xil narsada, to'g'rimi? Qabul qildik. Demak, umumiy 3 ta usul bor ekan. 1 1 1 1 1 degan usul, 1 1 2 bor va 2 2 bor, to'g'rimi? Mana shu holatda ikkinchi biz uyga vazifa qilib bergan masalamiz javobi nima bo'ladi? Albatta 2 bo'ladi, chunki minimum coin ishlatishimiz kerak. Minimum coin degani 2 ishlata olamizda. Chunki mana bu yerda 3 ta coin ishlatyapmiz, bu yerda 4 ta coin, bu yerda demak 2 ta coin ishlatyapmiz. Darsda berilgan birinchi savolimizning javobi 2 bo'ladi, chunki 2 ta coinni minimal ishlata olamiz. Bu uyga vazifani maqsadi. Darsdagi maqsad esa necha xil usul bilan deyapti. Tushunarlimi? Bu demak bir xil masala, faqat qo'yilish zadachasi boshqa ekan. Xo'p, demak, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi zadachamizni mana shu holatda ishlaysiz va bu masala ham oson bo'ladi deb o'ylamayman. Nega desangiz, bu medium o'rnidagi masala oson masala hisoblanmaydi. Keyingi masalamiz maximum sub array deyilar ekan. Keling, bu masalaga ham kirib, to'g'ridan-to'g'ri tushuntirib berishga harakat qilaman, chunki bu narsani qilishimdan maqsad oldin aytgandim. Birinchidan savol ingliz tilida bo'ladi. Ikkinchidan birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, o'zingiz boshqacha tushunishingiz mumkin. Men nimani so'rayotganini bir marta tushuntirib berishim qulay bo'ladi har holda. 53-masala va easy tipdagi masala ekan. Bizda qanaqadir numberlar berilar ekan. Qanaqadir bizda demak sub array ni topishimiz kerak ekan. Kamida bitta harfdan iborat bo'lgan, sondan iborat bo'lgan. Aytsim, okey. Demak, bizga mana tasavvur qiling, mana bunaqa demak number beriladi, qanaqadir array beriladi va mana bu 6 raqamini yasasa bo'lsa, nechta xil usul bilan yasasa bo'ladi? Mana shu tasavvur qiling. 6 degan raqamni nechta son olib shu yoqdan yasasak bo'ladi? Mana shu narsaga asosiy e'tibor qaratishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 6 ni yaratishimiz uchun masalan 4 bilan aytaylik 2 ni olib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi?
4 bilan 2 ni olsak, albatta u 6 degan sonni yasay olamiz biz. To'g'rimi? Va boshqa masalan qanaqa yana bu yerda misol ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu 4 bilan yana shu 2 ni olishimiz mumkin yoki va hokazo. Qisqasi, ya'ni mana bu 6 ni yasash mumkin bo'lgan elementlarni saralab olamiz, to'g'rimi? San olib shunaqa yig'indisini olsak, demak bizga 6 degan raqam hosil bo'ladi. Lekin mana shular ichidan bir nechta bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita raqamni yasash mumkin, 3 ta raqamni yasash mumkin, 5 ta raqamni. Mana shu yasash mumkin bo'lganlar ichida maksimumi qanaqa? Maksimum subarray deyapti. Maksimum masalan 4 minus 1 2 1 degan sonlarni subarray o'sha ichidan terib olib, biza maksimum demak summani yasashimiz mumkin bo'lar ekan 6 deb. Tushunarli? Mana shu narsa asosiy tushunchamizlardan bittasi. Ya'ni shunaqa tasavvur qilingki, masalani sal noto'g'ri yo'lda tushunmasligimiz uchun aytmoqchimanki, sizda demak array beriladi. Masalan, tasavvur qiling, mana bunaqa ikkitasini hisoblab ko'rdingiz. Ikkitasini hisobladik. Yig'indisi necha bo'ladi? -1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 3tasini hisoblab ko'rdim. Yig'indisi necha bo'ladi? Misol uchun -1 va -3. Bu yerda o'zi -5 bo'ladi. To'g'rimi? Lekin shunaqangi mana bu joyda hisoblasak, 3 bilan -3 bilan 1 4 hisoblasak, bu o'zi 1 bo'ladi. To'g'rimi? Bu yerda o'sha subarray degan tushunchamiz qaysidir ma'noda to'g'ri kelmayapti. Mana bu yerda 4 -1 degan va 2 1 da oladigan bo'lsak, bu maksimal qiymatga berar ekan. Ya'ni berilgan array ichidan ma'lum bir subarrayni, ya'ni bir qismi bo'lgan arrayni shunaqa ajratib olamizki, o'shani yig'indisi maksimal qiymat bo'lishi kerak har doim. Eng maksimal. Masalan, qarang, 4 minus 1 1 man alohida subarray qilib ajratsam, ularning yig'indisi demak 6 degan songa teng bo'lar ekan. Lekin men misol uchun 4 bilan 1 2 ni oladigan bo'lsam-chi, yoki mana bu qismini olib ko'raylik. 6 dan katta chiqadimi? Mana shu chiqmaydi, chunki buni qiymati demak 1 bo'ladi, 2 ni yig'indisi 2 bo'ladi. Shunda demak eng maksimum bo'la oladigan subarray mana bu bo'lar ekan deb ayta olar ekanmiz. 1 bo'lsa 1 bo'lar ekan, mana bu qiymatda esa maksimum subarray bo'ladigani 23 degan qiymatni qaytarib berar ekan. Xo'p, bu masala ham demak oddiy masala emas. Aslida easy tipdagi masala, xohlagan usul bilan ishlab ko'rishingiz mumkin, lekin ko'proq demak dynamic programming usuli orqali bunga yondashish, bu demak masalani analiz qilib turib yondashish bu aqlli masala va aynan bu dynamic programming tipidagi masalalar tipiga kiradi va dynamic programming usuli orqali ishlash bunga demak 100% yaqin yoki 100% natijani bera olar ekan, oladi deb hisoblasak bo'lar ekan. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak keyingi masalamizga o'tamiz. Is subsequence deb nomlanar ekan. Kelib bu masalani ko'ramiz. Xo'p, bu masalani ham tushuntirib o'tamiz. O'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, berilgan bizga 392 is subsequence degan masala ekan. Bu easy tipdagi masala. Bizga qanaqadir ikkita string beriladi, s va t, return qaytaradi agar ular subsequence bo'lsa. Agar bo'lmasa false qiymat qaytaradi. Subsequence nima ekan desangiz, quyidagicha ekan. Masalan, tasavvur qiling, mana bu string sizda berilgan va t degan string berilgan. Mana bu stringimiz mana buni ichida mavjudmi? Tushunarli, ha? Masalan, a, b, c degan mana shu demak stringimiz mana buni ichida aslida mavjud, to'g'rimi? Shuning uchun ham true qiymat qabul qilar ekan. Agar mana bu holatimizda a, x, s degan hammasi mana buni ichida mavjudmi degan savol qo'yamiz. Albatta mavjud emas, chunki a bor, c bor, x yo'q. Shuning uchun ham false qiymatni berar ekan. Bu ham easy tipdagi masala. Ya'ni bir string berilgan, ikkinchi string berilgan. Bu string mana buni ichida mavjudmi degan savol aslida. Mana shu narsaga demak yechishimiz uchun bu ham aynan dynamic programming usuli bilan ishlaydigan masala tipiga kiradi, faqat osonroq. Oson usul bilan ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Mana shu masalani ishlasak, demak bizga uyga vazifa sifatida demak aqlli masala qo'yilgan deb hisoblasak bo'lar ekan. Xo'p, demak yanada chuqurroq ma'lumot beradigan bo'lsak, keling mana bunaqa demak bu yerda positionni ham berilgan. Mana bu a, b, c degan a, b va c ni positioni ham to'g'ri kelishi kerak ekanda. Bunga shu narsa juda muhim, e'tibor bering. Masalan, a, c, y deganimiz a, b, c, d, y degan demak stringni subsequence bo'la oladi. Ya'ni bir qismi bo'la oladi. Nima uchun? A birinchi kelgan, C ikkinchi kelgan, undan keyin Y kelyapti, to'g'rimi? Lekin A, Y, C degani bo'la olmaydi. Nima uchun? Bu yerda position o'zgarib ketyapti. Chunki A birinchi kelgan,
keyin y kelish kerak edi, y kelmaganda s kelyapti birinchi. Tushunarli? O'sha bizga berilgan order, ya'ni position order ham to'g'ri kelish kerak. Ya'ni a degan sonni olsak, bir harf olsak, mana bu ichida обязательно a birinchi kelish kerak bo'ladi. B ni olyapmizmi? Обязательно keyin b undan keyin kelish kerak bo'ladi. S ni olyapmiz, s undan keyin keladi. Ya'ni bu yerdagi o'sha position ham juda ham muhim. Mana shu narsa shartlariga e'tibor berishingiz kerak bo'lar ekan. Bu masalani ham qanaqadir demak analiz qilganingizda, demak biza dynamic programming usuliga kelishini his qilishingiz kerak bo'ladi va mana shu usulda yechib topshirishingiz kerak bo'ladi. Umuman bizga qo'yilgan o'rgatish sifatida qo'yilgan hammasini dynamic programming usuli bilan yechishni men tavsiya qilaman, chunki mavzuimiz aynan shundan iborat edi. Xo'p, umumiy ma'noda biz sizga bermoqchi bo'lgan mavzular hammasi mana shundan iborat edi. Keling biz yana bir marta mana bu kurs planiga qaytamiz, yana fikrlashda davom etamiz. Xo'p, bugungi siz bilan biz demak ikkinchi dars sifatida bir xil mavzuni qarab chiqdik. U mavzumiz demak dynamic programming degan mavzuni qarab chiqdik. Umuman bu darsimizdan asosiy maqsad birinchi algoritmlash modulimizdan maqsad LeetCode bilan ishlash madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Madaniyat deganda qanaqa savollar tushadi umuman? Biz qanaqa qilib kod yozishimiz kerak LeetCode'da va qanaqa fikrlashimiz kerak? Qanaqa tipdagi masalalar tushadi? Masalan, numberga oid, stringga oid, arrayga, matrix yoki dynamic programmingga oid savollar tushadigan bo'lsa, biz bilishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Masalan, number, string, array gacha bo'lgan tipda deyarli ko'pchilik ishlab ko'rgani uchun unchalik masalan array nima degan savolga javob berish qiyin emasda, string nima degan savolga javob berish qiyin emas. Va uni ustida ham aslida masalan qiyin tipdagi masalalar bor, lekin bu narsaga biza demak oson yondasha olamiz. Chunki biza string, array, matrix, arraylarni, numberlarni bilamiz. Matrix desa, demak har kuni qilib yurmasligimiz mumkin. Masalan, har kuni masalan arrayda ishlab ko'rishimiz mumkin, lekin har kuni biza masalan matrixda ishlamasligimiz mumkin. Shuning uchun ham matrixda ham qanaqadir tipdagi savollar tushishini bilib qo'yishimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi asosiy tushunchalarimizdan bittasi demak matrix arrayga nisbatan demak ishlatilishi va uchrashi kamroq bo'lganligi uchun mana shu holatda bo'ladi, tasavvur qilsangiz bo'ladi. Keyingisi albatta dynamic programming, DP bo'yicha savol, dynamic programming nima degan savol tushib qolsa yoki bir masala kelib qolsa-yu, lekin u masalani masalan dynamic programming usuli orqali ishlanishini bilmasak, demak bu masalaga yondashishimiz juda ham qiyin bo'lar ekan. Shu narsani biz demak aqlli qaror sifatida demak qo'shganmiz va ikkita darsda shu narsaga maksimal LeetCode bo'yicha yondashuv usulida demak berishga harakat qildik va dynamic programming demak 9 va 10 darslarimizda biza uyga sifatdan dynamic programming usuli orqali yondashib ishlanadigan masalalarni uyga qilib berdik. Bu degani faqat bu masalalar bor degani emas, yana boshqa masalalar ham bor. Bu narsani demak LeetCode'da dynamic programming deb qidiradigan bo'lsak, bu yerda masalalar chiqishi tabiiy hol va boshqa bir bu yerda uyga qo'yilmagan masalalar bo'lib qolsa ham, demak biza uni research qilib o'rganib qo'yishimiz juda ham muhim bo'lar ekan. Demak biza umumiy ma'noda birinchi modulimizda shunaqa maqsad qo'yganmiz. Birinchi modulimizda shunaqa maqsad qo'yganmizki, biza sirasi data structure ga kirib ketadigan bo'lsak, talabalarda shunaqa savol bo'lishi tabiiy hol. Algoritm data structure dars bo'lyapti-yu, lekin faqat biza data structure o'zini o'tyapmiz. Bu qanaqa bo'lar ekan degan savol bo'lishi kerak emas. Shuning uchun ham biza real intervyularda maqsad qilingan kurs plan qilish borasida, demak, birinchi LeetCode'ni o'zida tushadigan tiplarga oid bo'lgan savollarni birinchi o'rganib chiqdik va bu narsaga demak masalalarni taklif qildik. Undan tashqari esa biz demak keyin data structure ga kiramiz va data structure ga bor bo'lgan tushunchalarni o'rganib chiqamiz. U tushunchalar nimaligini bilsakkina biz demak masalan tree yoki graflardan savol tushadigan bo'lsa LeetCode'da, o'shanda biz uni ishlay olish qobiliyatiga ega bo'lamiz. Chunki qat'iy biz bilamiz masalan BFC nima, DFC nima yoki fast and slow usuli nima, sliding window degan usullar nima, approachlar nima. Mana shu narsani demak aniq bitta yechim sifatida bera olar ekanmiz. Xo'p, umumiy ma'noda demak birinchi modul va ikkinchi modulimizni yaxshi o'tsak, 3-4 modulga tayyor bo'lamiz degan ekan va bugun siz bilan tabriklayman. Biz siz bilan demak birinchi modulni successfully tugatdik desak ham bo'ladi va siz agar LeetCode'da umuman ishlab ko'rmagan talabalarimiz bo'lsa, demak LeetCode bilan ishlash madaniyati va qanaqadir algoritmlar bilan ishlab ko'rib hozirgacha siz yetib keldingiz deb o'ylaymiz. Va bu degani bu darsimizni siz demak LeetCode'dan asosiy bu birinchi modulimizni maqsadiga erishdingiz deb o'ylayman. Birinchidan LeetCode bilan ishlash madaniyatini shakllantirdik.
kompaniyalar tushadigan savollarga tiplar bo'yicha misollarni ko'rsatdik va ularning ichida eng kam uchraydigan va biz o'zimizdan o'zimiz o'rganib qola olmaydigan yo'nalish bo'lgan dynamic programming nimaligini bildik. Demak, kamida siz misol uchun intervyuda dynamic programmingdan savol masala tushmagan taqdirda ham dynamic programming nima degan savol berilsa, обязательно unga javob berishingiz kerak va aynan u bo'yicha ishlanadigan tipdagi savollarni esa uyga vazifalarni ishlab turib shakllantirishingiz kerak. Demak, mana bu savol aynan dynamic programming savoli aslida, chunki men ishlab ko'rganman buni degan ma'noda, demak, eslab qolishingiz juda ham muhim bo'lar ekan. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi modulimiz mana shundan iborat edi. Keyingi modullarimizda biz yanada qiziq bo'lgan tushunchaga kirib boramiz. Bu data structure. O'zi umuman programmist bo'lib ishlab yurib, lekin data structure'ni bilmaydigan talabalarimiz yetarli bo'ladi. Bu hamma ko'pchilik shu etapdan o'tadi. Faqat bitta odam o'tadi degani hamma shu etapdan o'tadi va bu narsani o'rganib olishimiz, demak, bizga kompaniya tushadigan savollarga nimaga qanaqa qilib tayyorgarlik ko'rishimizni bilishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, yana eslatib o'taman, birinchi modulimizda lead code bo'yicha ishlagan bo'lsa, ikkinchisida biz lead codedan deyarli foydalanmaymiz. 1-2 marta kerak qolar uyga ishlashga, lekin asosan biz demak Eclipse dan foydalanamiz. Bu narsani albatta keyingi darsimizni birinchi darsida, ikkinchi modulimizni birinchi darsida albatta buni aytib o'tamiz detalli. Xo'p, ikkinchi modulimizda yana bir afzalliklardan bittasi, biz o'zimiz yozayotgan kodni tezligini oldindan baholay olamiz. Bu o'sha big O deyiladi. O'sha O n tezligidan O n kvadratmi yoki O logaritm n mi, hokazo, mana shu tezligini oldindan baholay olamiz. Xuddiki mana lead code bizga baholab berganda, foizini chiqarib berganda biz ham yozilgan kodimizni oldindan ayta olamiz. Bu tezmi, tez emasmi degan savollarga o'sha demak asymptotik analiz deyiladi. Buni keyingi modulimizni birinchi darsdan boshlab va oxirigacha shu tartibda demak yozgan kodimizni tezligini baholab demak fikrlarimizni davom ettirar ekanmiz. Xo'p, shu buning bilan bizda birinchi modulimiz mana shundan iborat edi. Keyingi modullarimizda ko'rishguncha esa xayr.